Assalomu alaykum Obidjon aka, turing 1 minut sizni gapga tutaman, 1 sekund. Mana kameraga qarab olasiz bu yoqqa. Aka, bitta ajoyib narsa haqida o'ylanib qolamiz-da. Shu kafillar ham, xizmatchilar ham har seshanba asl bo'lishadi. Ularda ham g'ami bor. Chunki bu bolalar och qolmasin deb. Sizlarda ham g'amlaring bor. Har qanday ishda o'tgan safar ham aytgansiz, tashlab yig'ishtirib kelaman deb. Xudo mana shu xizmatda yurganingizga mukofotladimi? Mukofot zo'r bo'lyapti. Sog'liq zo'r, mana Allohga shukr. Ko'chadan topishimiz yaxshi. Xayr. Ishlamasak ham Alloh rizqimizni berib turibdi aka. Kam bo'lmang. Dehqonchiligimiz yaxshi bo'ldi. Mashina hammasi mashina orqasida aka. Biz ham shu harakat qilyapmiz Allohning yo'lida. Alloh bizni ham shu kafillar qatorida qo'shib Iloh. Bizlarimizni yaxshi qilyapti Allohga shukr. Bu kafillar ishlariga omad tilayman. Iloh. Hamisha nimaki yaxshi qolmasa Alloh niyatlariga yetsin. Hamisha mana shunaqa yaxshi kunlarda yaxshi insonlarga xizmat qilishsin. Iloh. Aka, sizda dehqonchilikchi bu yildan keyin ham o'ta zo'r bo'lishini aytaymi? Shayx hazratlar aytgan, dehqon odamga Xudoy taolo birinchi ekkan yillari zo'r berar ekan-ku, keyingi yillar pasayib ketib qoladi. Shuni sababini o'sha zo'r berganda dehqonlar bitta narsani unutib qolar ekan, ushurini bermas ekan. Siz ushuringiz berdingiz, biz guvohmiz. Xudo xolsa bu yildan keyin nima yengsangiz ham tanlamay ko'ring. Zo'r bo'ladi Xudo xolsa. Aka, Xudo kuch-quvvat bersin. Bu odam Namanganda To'dasidan kelamidingiz? Qozoqovul degan qishlog'idan keladi. Xudo rozi bo'lsin. Kafillarimiz, xizmatchilar har hafta kelishadi. Siz bu xizmatda yurganingizda Xudo qanaqadir mukofotladimi? Agar mukofotlagan bo'lsa, tomoshabinlarga aytib bering. Albatta mukofotlagan. Ko'p sezdim. Hamma aytishi endi har qismini aytib bering endi bir. Endi nima qiziqarli-da. Ko'p sezdim endi, ko'p. Mukofotlar ko'p bo'lyapti. Subhanalloh, shu xizmat tarqasida. Xizmat tarqasida. Men bitta narsani o'yladim-da, haligi shu men avvalgi hayotimdan hozirgi hayotim juda ham o'zimga yoqadi, yaxshi-da. Bu endi Allohning mukofoti, shu xizmatda yurganligimiz uchun. Bu mukofot faqat men o'zimga bo'lyaptimi yo atrofdagilarga ham bo'lyaptimi deb o'ylanib qoldim. Yo'q, hammaga bor. Hammaga bilinyaptimi? Bir kelgan oyoq qoshikda yo'q-ku. To'g'ri. Hurmatli do'stlar, kelinglar hasharga. Ammo hech kim qochib ketmas ekan bu joydan. Salomat bo'ling. Hozir bitta savol bor. Siz 65 yoshdaman dedingizmi? Ha. 65 yoshdamansiz. Mana shu yerda ancha yildan beri xizmatda yurasiz-ku. Bir Xudo sizni mukofotladimi shu xizmatlaringizni? Ha, juda ko'p mukofotladi. Har zamonda asha bergan eksonlardan tegib qolyapti. Kecha kunlariga blender bilan mukofotlni. Ha. Bugun jemper tegadi bugun. Hech kimga bermagan blender menga tegdi. Mayli, Alloh uchun qilyapmiz bu ishlarni, Xudo xolasa. Endi bizning niyatimiz shu oxiratda payg'ambarimiz bilan qo'shni bo'lish. Shu maqsadda kelamiz. Alloh taolo xizmatlarimiz daryoda qabul qilsin. Kafirlarda ham umri uzoq bo'lsin, bundan ham ziyodasini qilaversin. Hammamiz ham o'sha kafirlarga o'xshab biz ham xizmat qilishni nasib qilsin. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Bugun Hoji buva, Xudo xolasa bittasi bir mashina jemperida ko'ylagida berib yuborgan. Ana shu xizmatdagilarga husnini tarqatib yuborasiz deb. Xudo xolasa tegadi bugun sizga. Rahmat. Alloh daryoda qabul qilsin. Allohu akbar. Salomat bo'ling. Hoji aka, assalomu alaykum. To'xtang. Ey Hoji aka. Ashitni ham qo'yasiz va men o'taman barib oldiga. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bu odamda, bu odam Ulug'nordan keladi. Ulug'nordan aka? Ulug'nordan keladi. Hozir aytib turdim. Ulug'nor tomondagilar ancha suslashib ketyapsizlar. Bitta Hoji akam o'zi bitta qoldingizmi? Ha, qolganida endi ishlar bor ekan, hali ko'p kelishadi, Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa. Men aytdim, sizlar tomon pastlab ketyapti desam, nima dedingiz Hoji aka? Endi savob ko'proq tegadi. Savob ko'proq tegadi. Ko'ryapsizmi? Haqiqiy bir haligi jannatli insonni gapida bu. Ba'zi insonlarga shunaqa desang, sheriklarda kamchiligini aytib ketadi. Hali unaqa edi, oqida ko'kida qilib. Rahmat sizdan, Xudo rozi bo'lsin. Aka, bitta savol sizga. Mana xizmatda yurganingizga Xudo mukofotlaganini sezdingizmi? Albatta, juda ko'p sezdik, albatta. Shulardan bir tomoshabinlarga aytib bersangiz. Endi yaxshi, har holda ishlarimiz rivojini beryapti. Eng muhimi salomatmiz. Yana eng muhimini aytsak, shu yerga har qancha vaqt topib, harakat qilib, kelishga harakat qilsak, bir vaqt topaveramiz-da, imkoniyat topaveramiz. Alloh yo'l ochib beradi. Albatta, endi hali g'oyibdan qilingan duoni savob ulug', ijobat bo'ladi deydi. Shu g'oyibona duolarga, savoblarga umidvormiz. Shu maqsadda kelamiz. Albatta ko'p sezamiz buni yaxshi tomonlarini. Alloh o'zi mukofotlayotganini. Kam bo'lganim yo'q-da. Yo'q, aslo. Necha kirdi Hoji aka? 43 ga, Xudo xolasa. 43 ga? Xudoya
bir yuzi 43 kirganda ham shayda xizmat tegizini Amin, ekan. amin. Yaxshilik kunda ko'rishaylik. Salomat. Sog' bo'ling mayli. Alhamdulillah. Hormang, qalaysiz? Men yerga o'tirib olamanmi? Hoji buva, men hozir bular bilan gaplashdim-da. Bu xizmatda yurganlaringga Xudo sizlarni mukofotladimi, mukofotlaganmi, sezilaringni shunday savol berdim-da, hammasi ha deyapti-da, endi bahol qudrat aytishyapti. Bu narsa meni hayotimda keskin bilindi-da. Avvalgi hayotimdan hozirgi holatim juda bir xursand bo'larli. Shu narsani bir ta'riflab bering, hoji buva, haligi tushuncha asosida. O'sha yetimlarga qilingan muruvvat sababidan insonning qalbi muloyim bo'ladi. Qalb sokinligiga erishadi deydi. Odam namoz o'qib topadi qalb sokinligini, ro'za tutib topadi, lekin yetimlarga qilingan muruvvatnikidaqa tez topmaydi. Oh Xudo. U namozlarning qoidasi ko'p o'zicha. To'g'rimi? Uni hammasini bilmaymiz ham, bilganlarimiz ham qoyim-maqom bajara olmaymiz. Bu yetimlarga muruvvatniki shu himmat bo'lsa bo'ldi. Shu o'zini rizqi nasibasidan, bola chaqasi o'zini topgan halol pulidan birov ajratishni bilsa bo'ldi. Shu bilan o'sha qalbning sokinligiga darajotlarga erishiladi. Shu tomondan dunyodagi yutug'i, oxiratdagi yutug'ini hali ko'z ko'rib, quloq eshitmagan unga gap bilan yetkazib bo'lmaydi, lekin dunyoda ham qilingandan ko'ra ko'proq foyda topadi. Shu mana shu yigitlarni avvalgi kasbida sheriklaridan o'tib ketdi bular dunyolik maqomda. To'g'rimi? Hammalarida mashina bo'lib qoldi mana. Oldilari 50 metr umraga bordi misol, to'g'rimi? Shu xizmat orqasidan shu. To'g'ri. U hali bir marta, ikki marta borganlar ko'payib ketdi. Oilaviy borganlar chiqdi mana bular. Lekin bular bilan teng biznes qilib o'sha avvalgi kasbida yurganlar unaqa qilgan yo'q. To'g'ri. Shu tomondan ham bilinadi keyin. Sezilarli o'zib ketdi-da. O'zib ketdi, sezilarli darajada o'tib ketdi. Yana lekin biz bilmagan narsa borki, bularni avlodlari ham yaxshilanib bo'ldi. Bularda o yosh bolalar hozir ko'zga ko'ringan yo'q. Ertaga ular salohiyatli, zehn zakovati baland bo'ladi. Xudoga yaqin odamning bolasida u. O'sha haligi Qur'oni Karimdagi qissada xazina bor deydi Xizr alayhissalom devor tagida. Hozir zoyi bo'ladi bu ochiq qolib ketsa. Deyki, tafsirda aytadiki 70-bobosi solih edi deydi. O'sha bolalar 70-bobosi. Ya'ni bu bolalar shunchalik solih bu yigitlar. Bularning 70-avlodi ham shulardan nasib oladi. Qarang, shunaqa dunyolikdan ham mukofot katta, oxiratlikdan ham uni ta'riflab bo'lmaydi ko'pligini. Xizmatchilar, kafillarni bir duo qiling. Kafillarimizga, Parvardigor, bu homiylarimizga dastlarini baland qilgin, qalblarini xotirjam qilgin, mutmainna qalb nasib etgin. Parvardigor har bir ibodat o'ziga yarasha, haj o'ziga yarasha, zakot o'ziga yarasha qalblarni poklaydi. Qalblarni poklashda yetimga qilingan muruvvatchalik ibodatlar boshqa kam topiladi. Parvardigor bular ibodatlarni qabul qilgan, xizmatda yurgan yigitlarni dunyo oxiratlarini obod qilgan. Qalblariga taskinlik tushirgan va xizmatda bardavom qilgan va kelajakda bundan-da katta xizmatlarni qilishlikka muvaffaqiyat bergin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. As-salatu was-salamu ala sayyidil mursalin. Allohu akbar. Rahmat hoji. Salomat bo'ling.